Assalomu alaykum. Bugun sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan mavzuyim umumiy motorikani rivojlantirish uchun qoidali harakatli o'yinlar. Umumiy motorikaning mohiyati. Umumiy motorika o'qish, yozish, ovqatlanish va boshqa kundalik faoliyatlarni bajarishda zarur bo'lgan asosiy harakatlarni o'z ichiga oladi. Bu birinchi navbatda katta mushak guruhlarini ishga soladigan harakatlarni o'z ichiga oladi. Qoidali harakatli o'yinlarning umumiy motorikaga ta'siri. Qoidali harakatli o'yinlar bu bolalarning umumiy motorikasi, muvozanat hamda koordinatsiyasi, tana pozitsiyasini boshqarish va kuchni boshqarish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishda yordam beruvchi o'yinlardir. Bu o'yinlar o'yin vaqtida qatnashadigan bolaning mushaklari, nerv sistemasi va aqliy salohiyatini ham birgalikda rivojlantirishga qaratilgan. O'yinlar orqali rivojlantirishning asosiy jihatlari. Koordinatsiya. Bolalar o'z harakatlarini muvofiqlashtirishni o'rganadilar. Masalan, yugurish yoki sakrashda oyoqlar va qo'llarni to'g'ri ishlatish, kuchni boshqarish. Bola o'yin orqali o'zining jismoniy kuchini boshqarishni o'rganadi. Masalan, sakrash yoki tez yugurishda. Yugurish vaqtida kuchni boshqarish bu juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni tez birdaniga yugurib yuborsa, oxirga kelib bola charchoq hissini his qilishi mumkin. Bolaga o'sha yugurish vaqtida kuchni boshqarishni o'rgatsak, bola kuchini yugurishga bir me'yorda sarflashni o'rganadi. Muvozanatni saqlash. Bunda turli holatlarda o'zlarini to'g'ri ushlab, o'ziga xos pozitsiyalarni egallashni o'rganadilar. Kuchni boshqarish, kichik va katta mushaklarni samarali ishlatish. Masalan, yugurishda, sakrashda, chopishda va shunga o'xshash harakatlarni bajarishda. Jismoniy holatni boshqarish. Bolalar o'zlarining jismoniy harakatlarini bajarishda ishtirok etadigan kuch va energiyani boshqarishni o'rganadilar. Muvozanat hamda harakat sinxronizatsiyasi harakatli o'yinlar orqali bolalar turli pozitsiyalarda muvozanatni saqlashni o'rganadilar. Masalan, o'yinlarda aylanishlar, burilishlar. Qoidali harakatli o'yinlarning turlari. Umumiy motorikani rivojlantirish uchun turli xil qoidali harakatli o'yinlar mavjud. Ularning ba'zilari quyidagilardan iborat. Yugurish va sakrash o'yinlari. Ko'rinishi va maqsadi. Bolalar o'zini turli yo'nalishlarga qarab tez harakatlantiradilar. Bu o'yinlar bolalarga tezlikni va muvozanatni o'rganish imkonini beradi. Misol uchun, hovuzga sakrash. Bunda bolalar belgilangan nuqtaga o'zlarini tezda yetkazib borishlari kerak bo'ladi. Tayyorlovchi hamda chorrahali o'yinlar. Ko'rinishi hamda maqsadi. Bu o'yinlar muvozanat va kuchni rivojlantirishga qaratilgan. Bunda bola bir nuqtada to'g'ri turib yoki turli holatlarda harakat qilishni o'rganadi. Misol uchun, tikka to'xtash. Bolalar tez yugurib kelib, belgilangan nuqtada to'xtashlari kerak. Sakrab o'tkazish. Bola belgilangan masofani sakrab o'tayotganda koordinatsiyali harakatlarni bajaradi. To'p bilan o'yinlar. Ko'rinishi hamda maqsadi. To'p bilan o'yinlar bola qo'llarini, oyoqlarini va barcha qismlarini muvofiqlashtirishga yordam beradi. Misol uchun, to'pni uzatish. 2 yoki undan ortiq bola to'pni bir-biriga uzatishadi. To'pni tepish. Bola to'pni tepish orqali qo'l va oyoqlarning koordinatsiyasini rivojlantiradi. Bu harakatlar orqali bolalarda yirik qo'l motorikasi ham rivojlanadi. Improvizatsiya o'yinlar. Ko'rinish va maqsad. Bu o'yinlar bolalarni turli xil holatlarni yaratishga va jismoniy faoliyatda ijodiy yondashuvni rivojlantirishga undaydi. Misollar: hayvonlarni taqlid qilish. Bola turli hayvonlarni takrorlash orqali jismoniy harakatlarni bajaradi. Qoidali harakatli o'yinlarning pedagogik ahamiyati. Qoidali harakatli o'yinlar faqat umumiy motorikaning rivojlanishini emas, balki bolaning ruhiy holatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Bu o'yinlar yordamida bolalar o'zaro muloqot qilishni, raqobatni va jamoaviy ishni o'rganadilar. Shu bilan birga ular ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradilar va o'zini o'zi boshqarish qobiliyatini oshiradilar.
Qoidali harakatli o'yinlarni o'tkazishdagi tavsiyalar. Bolalarni rag'batlantirish. O'yinlar bolalarni qiziqtirishi va o'ynashni xohlagan vaqtgacha qiziqarli bo'lishi kerak. Tugallangan o'yinlar. Har bir o'yinning oxirida natijalar va g'alaba haqida gaplashish bolalarni muvaffaqiyatlarga erishishga undaydi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bo'lgan bolalarda rag'batlantirish bu juda ham samarali usul hisoblanadi. Ehtiyotkorlik. Bola o'ynaganda xavfsizlikni ta'minlash juda muhim, ayniqsa qattiq yuzalarda yoki xavfli sharoitlarda. Ehtiyotkorlikni har bir bolaga individual holatda tushuntirib, har bir bolani bu bilan yaxshilab tanishtirib o'tish kerak bo'ladi. Ehtiyotkorlik bu judayam zarurligini esa har bir bola o'zi bilib, o'zini ehtiyot qilishligi kerak bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.